davlat qarzi holati bo'yicha umuman shu masala yuzasidan ko'plab nima deydi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar bo'layapti. Endi albatta iqtisodiy o'sish ta'minlangan bir sharoitda bizni o'sib kelayotgan iqtisodiyotimiz ko'p mablag'ga muhtoj. Bu infrastruktura bo'ladimi, ijtimoiy soha bo'ladimi? Albatta bevosita tashqi investitsiyalar ham O'zbekistonga ko'plab kirib kelyapti. Bundan tashqari davlat xususiy sheriklik mexanizmlari asosida ham ko'plab xususiy investitsiyalar O'zbekistonga kirib kelyapti. Lekin shu bilan birga davlat vazifalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlar, o'sha aytganimizdek, bu demak birinchi navbatda infrastrukturani rivojlantirish, bu yo'l, ichimlik suvi, energetika tarmoqlari, aeroportlar bo'ladimi, temir yo'l bo'ladimi va umuman avtomobil yo'llari, hamma masalalar va shuningdek qolaversa mamlakatimizda mudofaa qobiliyatini ta'minlash, xavfsizligini, chegaralarimizda xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xarajatlar doimo demak ma'lum bir xarajatlarni, ya'ni jami davlat xarajatlarini ma'lum bir qismini tashqi qarz hisobiga moliyalashtirishni taqozo etadi. Shu bilan birga mana shu uy-joy dasturi bo'yicha ham aytadigan bo'lsak, mana hammamiz shuni ko'rib kelyapmizki, O'zbekistonda hozir endi Toshkent yoki Samarqand, Farg'onaga o'xshagan katta shaharlarda qo'yib turaylik, shu istalgan eng chekka tumanga borsa ham ko'p qavatli uylar qurilyapti. Ko'p qavatli uylarni qurayotgan tadbirkorlar davlat emas, davlat tashkiloti emas, tadbirkorlar quryapti. Tadbirkorlarni qurishi shunday bir nima deydi, ishonchga asoslanganki, ya'ni oluvchi odamlar ipoteka kreditini olib, u qurgan kvartiralarni sotib oladi. Demak, ipoteka kreditini muddati uzoq. Bunday muddatlarda demak banklarni mablag' bilan ta'minlash uchun uzoq muddatli mablag'lar albatta bu chet eldan olib kelinadi. Shuning uchun ham masalan bu ham bir xarajatlarimizni, ya'ni tashqi qarz jalb qilishimizni oshishi bilan bog'liq masalalar. Shuning uchun bir masala ayrim raqamlarni ham keltirib o'tmoqchimiz. Masalan, davlat qarzini qoldig'i 24-yil yakuniga 40.2 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, demak bu shuning ichidan tashqi qarz, ya'ni davlat tashqi qarzi 33.7 trillion dollar va ichki qarzi 6,5 milliard AQSh dollari ekvivalentida. Va bu jami qarzdorlik yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'tgan yilda yakunlariga binoan 35% ni tashkil etdi. Xalqaro me'yorlarga ko'ra O'zbekiston Respublikasining qarzi mo'tadil darajada hisoblanadi. Mana ko'pchilikka ma'lum, demak Xalqaro valyuta jamg'armasi bir yilda bir marta barcha a'zo mamlakatlarda shu 4-moddasi, ya'ni kelishuvlar 4-moddasi deydi. Shunga binoan demak har bir mamlakatda bir diagnostikaga o'xshagan bir o'rganish o'tkazadi va aprel oyida demak O'zbekistonda shunday o'rganish o'tkazildi va endi boya 1-yanvar holatiga raqamlarni aytgan bo'lsam, 1-aprel holatiga ham raqamlarni aytmoqchiman. Demak 1-aprel holatiga jami davlat qarzini qoldig'i 42.4 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, shundan davlatni tashqi qarzi 35.6 milliard AQSh dollari, davlatni ichki qarzi 6.9 milliard AQSh dollari. Yoki 25-yil uchun kutilayotgan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 33.5% ni tashkil etdi. Umuman endi shuni mo'tadil darajada deganimizga bu umuman xalqaro norma. Ikkinchidan, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, davlat qarzi to'g'risidagi qonunda davlat qarzining eng yuqori miqdori yalpi ichki mahsulot
importga nisbatan 60% oshishiga yo'l qo'ymaslik sizlar tasdiqlagan qonun bilan qabul qilingan. Bu 60%. Bugungi kunda demak jami qarzimiz, ya'ni ichki qarzni qo'shib sanaganda 33,5% tashkil etyapti. Shuning uchun bu masalada albatta doim umuman rahbariyat bu masalaga, ya'ni qarzlarni har bir dollar qarz olishga nihoyatda sinchkovlik bilan qaraladi. Bu kerak bo'lsa boshqaruvni, mamlakatimizdagi boshqaruvni tamoyili, ya'ni har bir dollar olinayotgan bo'lsa nima uchun, qaysi maqsadlar uchun, bu juda ham katta bir nima deydi, tekshiruvdan o'tkaziladi deb aytsak bo'ladi. Endi undan tashqari hurmatli deputatlar, albatta mana shunday yalpi ichki mahsulotni o'sib kelayotgani, daromadlarimizni ko'payayotgani, umuman mamlakatimizdagi shu shaharlar bormi, qishloqlar bormi, mahallalarmi, hammasi obod bo'lib kelayotgani, xarajatlarni ma'lum bir qismi mana shu tashqi qarz hisobiga amalga oshiriladi. Buni hech qanday bir uyatli joyi ham yo'q. Agar shunaqa so'z joiz bo'ladigan bo'lsa, va muammoli holi ham yo'q. Chunki qarz oshdi deb gapiradigan odam shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti ham bugungi kunda 115 milliard dollarga yetganini ham aytib o'tish kerak.